Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıkacı Ruz, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü sağa 2022 yıl 1. ayının 18. günü vatandaşı. Şimdi aklıya 1. ayının 18. günü. 18. günü vatandaşım. Vaziyet doğrusudur. Haber yetkizdiğim olsa Qazırıqtay'ın olimpik kışlık murasımıga setilip atkan biletini setişini toxtattı. Bunun sebebi o mikorun, yani yeniden payda bolğanlığı kesel hazır Tianjin şehrini quruqdap qoydu. Demek Tianjin şehirde koçada mağdığan bir adam yok. Onun için Beijing şehri, Şanghay şehri hücum qılıp girdi. Şu sebepten toxtutup koydum, yani başka sebep var mı bilgili olmaydı. Biroq olimpik murasimga setiladigan biletni to'xtatib qo'ydi degan gap, bu murasimga chet el şirketleri yordam qilgan şirketlar buni da oladigan foyda tugudi degan foyda emas, hatto o'zining sagan desmini qo'lga keltirolmaydigan bo'ldi degan. Jungo hukumati ham bundan ko'zlagan foyda maqsadlarini qo'lga keltirolmaydigan bo'ldi degan gap. Bu birinchi qatimda hozir Jungo uchun aytganda olimpik murosimada bilet setishni to'xtatish mushu darajaga yetdi degan gap. Yana 13 kun qoldi. 2. ayning 4-kunidan boshlanadi olimpik murosimi. Mushu oraliqda yana qancha davlatlar bu murosim qatnashishni rad qiladi, buni bilgili bo'lmaydi. Lekin olimpik to'g'risidagi vaziyat mana shu. Bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyalarimiz, o'tgan leksiyaning oxirida biz harbiy ishlar to'g'risida to'xtaldik. Ya'ni Jungo Kompartiyasining hozir Uyg'uriston, Qozog'iston chegarasiga askar to'playotganligi to'g'risida to'xtaldik. Harbiy ishlar bilan to'la bilish doiramiz kengri emas vatandoshlar, lekin xabar asosida sizlarga tahlil qilib bugün yana urush xabarlari to'g'risida sizlarga leksiya so'zlaymiz. O'tgan kishi Xitoyga munosabatli harbiy ishlar, Uyg'uriston, Qozog'iston davlat chegarasi. Endi bugun kishi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiyaga munosabatli harbiy ishlar, ya'ni Janubiy dengiz Tayvan bo'g'ozi degandek. Mushu to'g'ri leksiya so'zlaymiz vatandoshim. Birinchi bu leksiyaning birinchi mavzusi bundaq. Amerika bevosita so'z otdi va bevosita chaqiriq bilan 51-rayonga kirib keldi. Amerika armiyasi qattiq so'z qo'yib berdi. Biz har vaqt halqalıq paytlarning tanlangan xabari YouTube 1. ayning 18-kuni. 1. ayning 19-kuni ahvol jiddiy. Avustraliya, Angliya, Amerika qatorli g'arb davlatlari yaqinda Jungo bilan urush qildi. Morrison Avstraliyaning vaziri o'rnidan turib Jungoni tanqid qilishga boshladi. Ulab anlatish 247 Beijing Merkezi Televizyon kanalı 1. ayının 16-kuni Xitoyning o'zining kanali Merkez Televizyon kanalı 247 ulab anlatish. Buni so'rbatga ko'rsanlar Xitoyning o'zining targeti desangiz bo'ladi vatandoshim. Lekin bu yo'qolishda aytdi, ahvol jiddiy. Avustraliya, Angliya, Amerika qatorli g'arb davlatlari yaqinda Jungo bilan urush qiladi. Yana bir xabar. Nima ish qildi? Amerika armiyasi 100'dan ortiq yadroli o'q beshini Jungoning bo'sag'asida to'xtatib qo'ydi. Mavzuda xabar 1. ayning 17-kuni Vanditor e'lon qilindi. Xabar shunday başladi. Amerika dengiz armiyasining qudratli har bir quroli oz ko'riladigan bir ahvol ostida
Guam aralada paydo bo'ldi. Nevada belgilik to'shig'uvchi harbiy parxod 20 dona qiltirik belgilik raketa va 10 necha dona yadro o'q beshini qachilab Amerikaning Guam oroli harbiy bazasiga yetib keldi. Uning ustiga Amerika taraf nihoyat yuqori talaffuz bilan uchar tarqatdi. Washington Amerika bexatarlik markazi tadqiqotchisi munda ko'rsatdi. Bu harakat Jungoga, Chavshanga yetkazilgan sadosiz uchurlar. Yani Amerika 100 donadan ortiq yadro o'q beshini sizlarning bo'sog'onlarga qo'yib qo'ydi. Sizlar bo'lsanglar hech nimani bilmay turibsizlar deb uchur sadosiz uchur yo'lladi. CNN xabar qilib bu to'g'rida mundaq ko'rsatdi. Amerika dengiz armiyasining bu quroli Guam oroli harbiy bazasiga yetib kelib, endi Tinch okean vaziyati kun sayin jiddiylashayotgan ahvol ostida ittifoqdoshlarga va dushmanga aniq signal yetkazdi. Chunki yadro suvosti parxodi Amerikaning 3 gavdalashgan birlashgan intayin muhim strategiyalik boylig'idir. Qo'yib berish qo'daqiga o'rinlashtirilgan hamda B-52 qatorliq strategiyalik bombardimonchi aeroplanlarning tutgan o'rni ham intayin muhimdir. Bu qatam Amerika dengiz armiyasining Nevada belgilik yadro suvosti parxodining menish turishini yuqori talaffuz bilan jakarlaganligi odatdan tashqari favqulodda bir ahvol. Tadqiqot Shugart yana mundaq ko'rsatdi. Biz 100 donadan ortiq yadro o'q beshini sening bo'sog'onga akilib to'xtatib qo'ydik. Sen bo'lsang hech nimani bilmaysan, hammadan xabarsiz. Bilsangmi, hech qanday bir masalani hal qila olmaysan. Angliya Tabiiy fanlar universiteti urush va strategiya ishlari professori Patalano mundaq ko'rsatdi. Siyosat signalidan boshqa Nevada belgilik suvosti parxodining bu rayonda paydo bo'lishi endi Tinch okean rayonida suvosti yadro harbiy tartiblarining suvosti yadro harbiy tartiblarining intayin muhimligini ko'rsatdi.